Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Akamiz uylari juda chiroyli chiqibdi. Bir tomonga 3 ta, bir tomonga 2 ta qilib chiroyli qilib yusolgan ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Bir chekkadan mana tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa eshik romlarni hozircha yamiga qo'yib berdik. Bu yog'ini ham to'g'risi keyinroq qilib berasiz deyapti. Hozir bu tomoniga qo'yib berdik. Akamiz oldin buni o'zi bu akalarimiz shuvoqchi usta, juda ham ishlari tekis. Ko'p shuvoq qilib bergan yerlarimiz, shuvoq qilgan yerlariga biz eshikrom qo'yganmiz. 1-2 yil 3 yildan beri Xudo xolasa bizga ham eshikrom qilib berasiz deb ishlarimizni bu yerdan ko'rib, Xudo xolasa mana nasib ekan qildirdi. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar, chiroyli qilib beramiz. Biz manzilimizga keladigan bo'lsak, bizning manzilimiz Andijon Buloqboshi, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. MDF, yog'och, akfa hamma turlardan bor Xudo xolasa. Bularni puliga keladigan bo'lsak, kvadrati 1.500.000 so'mdan qulub, kalit, zamoq hamma yo'g'i ichida olib borib o'rnatib beramiz. Ranglari xohlagan ranglarni tanlab olasizlar. Bu rang ham juda chiroyli rang, matviy deb qo'yamiz rangi. Ashi akfaga pashti bir xil, birga bir tushaveradi Xudo xolasa. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska like bosib qo'yamiz. Videomiz kengroq tarqalishi uchun. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.